O'zbekistonning Navoiy viloyatida bugun dahshatli yong'in sodir bo'ldi. Barcha ko'chada qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Bugun 6-may kuni Navoiy viloyati Karmana tumanidagi savdo majmuasida yong'in chiqdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 05:15 da Navoiy viloyati Karmana tumani Afg'on Mefiyo Afg'on Shoh ko'chasida joylashgan savdo majmualarining birida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida 112-tizim orqali Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari soat 05:18 da hodisa joyiga yetib borib, yong'in soat 05:50 da qurshab olingan va 06:24 da bartaraf etilgan. Bildirishicha, yong'inda savdo majmuasining 200 kvadrat metr maydoni ichki qismi hamda mahsulotlar yongan. Yong'inni bartaraf etishga 6 ta asosiy turdagi hamda bitta maxsus turdagi texnika jalb etilgan. Hodisa oqibatida tan jarohatlari olganlar to'g'risida ma'lumot tushmagan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.